qadam bosishingiz bilan ko'zingiz ko'nadigan uy xohlaysizmi? Bu uy emas, mana sizlarga o'sha uyimiz bo'ladi. Shundoq darvozxonadan shundoq qadam bosasizda, ko'zingiz ko'nadigan uyimiz bo'ladi. Bu uy emas, Mirzo Ulug'bek tumani Tsiolkovskiyda joylashgan uyimiz bo'ladi. 3 sotudan uyimiz tushgan. Qarasanglarchi, shunaqa chiroyli bo'lib turibdi. Uyimizda yozgi basseyn deysizmi, bu yerga barbekue zonalar qilib ketilgan. Haqiqatda mazza qilib uyimiz ko'zi ko'nadigan uyimiz bo'ladi. Yuringlar hozirlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Shuna o'tganimizda biz bismillahir-rohmanir-rohim deymizda, oyog'ini yechib shundoq kirib yuboradigan joyi bo'lib turibdi-da. Akalarim, mana bu joyni ko'rsanglarchi, hollarini ko'ryapsizmi? Hollari ham shunaqa chiroyli bo'lib turibdi. Devorlar har bitta joyi shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Eng zo'r joyi qaysi desanglar, bu ayollar sevadigan oshxonasi bo'ladi. Okajonim, mana buni ko'rsangchi, kenayimga bitta ko'rsatib yuboring. Mana oshxona qalay, yoqdimi desangiz, yoqdi deb yuboradigan joylari bo'ladi. Chunki texnikalar hammasi bu yerda xo'pmi qo'yib ketilgan, bu yerda hali dinliligi ham qo'yib qo'yishgan. Ko'rsanglarchi, haqiqatda zo'r qilib qo'yishgan. Yuringlar. Bu uyimizni pog'divor qismiga tushib ketadigan zonasi va ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi. Tepamizda 3 ta xonadan iborat bo'ladi va bu tomonimiz ko'rsanglar, bu tomonimiz bizani nima bo'ladi desanglar, bu tomonimiz bizning zal qismi bo'ladi. Zal qismlariga e'tibor beringlar. Havo aylantirish uchun joylar qo'yib ketishgan. Bitta ko'ring, o'zingiz chiroyli bo'lib turibdi. Yuringlar, endi bu tomonni ko'rasizlar. Bu tomoni bizda gastovoy sanuzul qismi bo'ladi. Bitta ko'ring, gastovoy sanuzul qismini. Va eng zo'r joylardan biri bu bizning ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. O'zini bu yerda ota-onalar uchun yotoqxonasi qo'yib qo'yishgan va bu tomoni o'zlarining sanuzul qismi bo'ladi. Uyni ko'rdinglar, narxi qancha endi Ismoil desanglar, narxini men sizlarga bu yerda tushuntirib beraman. Narxi bizda bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Tsiolkovskiyda joylashgan 3 sotudan bo'lgan uyimiz $450,000 deb narxlandi va to'liq informatsiyani past telefon nomerlaridan bilib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat.